Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Xitoydan hammaga alangalik salomlar. Xitoy Respublikasini Guanzhou shahrida eng katta, butun dunyo bo'yicha eng katta Canton Fair vistivkasidamiz. Bu yerda hamma sohada ishlab chiqaruvchilarning liniyalari sotiladi. Любой sohada, любой narsa ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu vistivkaga men kelib, shu narsaga amin bo'ldimki, bu vistivkani bir oy to'xtamasdan aylansalaring ham buni oxiriga yeta olmas ekansizlar. Shunchalik darajada katta megapolis tashkil qilingan, любой sohasi bo'yicha ishlab chiqarishni любой sohasi bo'yicha qoyil qoldim men. Vaqtinchalik telefonlarimiz ishlamay turadi, sababi mana shu vistivkadamiz. Bu vistivkadan xudo xolasa qaytamiz. Inshaalloh o'zimiz faoliyatimiz bo'yicha ham ishlayveramiz. Polietilen sohasida bir ishlab chiqarishlar qilmoqchimiz. Inshaalloh Allohning fazli bilan rejalarimiz amalga oshadigan bo'lsa, bajaramiz. Bizga telefon qilayotganlar, telefonimiz o'chiq bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Agar biz srochni kerak bo'ladigan bo'lsak, bizga Telegram orqali yoki WhatsApp orqali murojaat qilasizlar. Bu yerda mana duxovka, gaz plita ishlab chiqaradigan zavod, bular o'zlarining gaz plitalarini sotadi. Endi bu yerda video qilamiz desak, to'g'risi telefonni o'zini ham pamyati yetmaydi. Shunchalik darajada Xitoy juda rivojlanib ketgan davlat, o'ta kuchli. 200 yil butun dunyodan oldinlab ketgan davlat. 200 yilga любой soha ishlab chiqarish mana. Oddiy pecheni ishlab chiqaryapti mana. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Inshaalloh bir ikkita uchta videolar oldik-ku, lekin ba'zilarini to'liq ichidan bilmaymiz. Qandoq chiqaradi, nima qilib chiqaradi? Bizga yoqqan yo'nalish bo'yicha bittasini tanlab gid yordamida gaplashamiz, ya'ni tarjimon yordamida gaplashamiz. Aloqada bo'lsak, inshaalloh sizlarga ham ma'qul bo'lsa, shu sohalar bilan ishlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.